Avvalambor assalomu alaykum ahli internet. Biz Surxondaryo viloyati Cherobod tumanidan yo'lga chiqdik Toshkentgacha. Peshkom emas, eshakda. Yo'l-yo'lakay Gugurchon ham amalga oshiramiz ham har kun bittadan obunachimizni kreativ va qiziqarli bo'lgan shartlarni bajaramiz. Ko'pchilik kommentariyada yozishyapti, telefon qilishyapti. Bemaqsadlarcha yurib nima qilasan? O'zingni ham, eshakni ham qiynab. Biz bemaqsadlarcha emas, eng katta maqsadimiz bitta oilani xursandchiligiga sababchi bo'lish. Qadrdonlar kim biladi, mana shu bilan hozir tez o'tib ketsam, men radar urmaydimi ekan? Akamiz shart yozibdi. Eshakka teskari minib Toshkent yo'lga chiqing. Ketdik. Mana bugun ertalab yo'lga chiqqandik Surxondaryo viloyati Cherobod tumanidan Toshkentgacha. Yo'l-yo'lakay Gugurchon ham amalga oshiramiz degandik. Gugurchonimiz birinchi 5000 ga, keyin 25000, keyin 50000 ga aylandi va nihoyat Kallamozorga kelib 100 ming so'mga aylandi. Qadrdonlar va nihoyat Gugurchonimiz yana bir marta almashdi. Gugurchonimiz 200 ming bo'ldi. Chekini qo'yib qo'yaman hozir. Uzoqdan turib tashlashni qilamiz.